Dubayda qiyin ahvolda qolgan ayol O'zbekistonga qaytarildi. Bunaqa madaniyatsizlikka o'zingiz baho bering va nom qo'ying. Polsha kompaniyasi o'zbekistonlik haydovchilarni ishga oladi. Mishustinning migrantning raqamli profili joriy etilishi haqidagi gaplari. Assalomu alaykum. Dasturlarimizni boshlaymiz. Dubayda qiyin ahvolda qolgan ayol O'zbekistonga qaytarildi. Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida mushkul ahvolda qolgan 3 nafar ayol O'zbekistonga qaytdi. Bu haqda Dunyo xabar berdi. Qayd etilishicha, o'zbekistonlik fuqarolar va uning voyaga yetmagan farzandi 2024-yil 22-dekabr kuni yaqin qarindoshining taklifi bilan Birlashgan Arab Amirligiga borgan va Dubay shahrida ijara uyga joylashgan. O'tgan vaqt mobaynida ular Birlashgan Arab Amirligida bo'lish uchun viza rasmiylashtirishdan noqonuniy yashab kelgan. Viza rasmiylashtirmasdan noqonuniy yashab kelgan. Mehmonlarning Birlashgan Arab Amirligi taklif qilgan shaxs 23-fevral kuni Qatarga chiqib ketganini aytib aloqani uzgan. Mart oyi boshida xonadon egasi ijara pulini to'lash kerakligini, agar ijara puli to'lanmasa, xonadonni tark etishni talab qilib, o'zbekistonliklarni ko'chaga haydagan. Ayollar bilan suhbat davomida ularning turar joy, oziq-ovqat va vatanga qaytish uchun mablag'lari yo'qligi oydinlashgan. Bosh konsulxona xodimlari amirliklardagi ayollar va bolalarga yordam ko'rsatish markazi xayriya tashkiloti va faol o'zbekistonliklar bilan birgalikda yordamga muhtoj ushbu fuqarolarga zarur ko'mak ko'rsatgan. Ularning Birlashgan Arab Amirligida noqonuniy yashab kelgan muddatda hisoblangan 2178 AQSh dollari miqdoridagi qarzdorlik ushbu mamlakatning tegishli organlari bilan olib borilgan muzokaralar natijasida ijobiy hal qilingan. O'zbekiston Airways milliy kompaniyasining Birlashgan Arab Amirligidagi vakolatxonasi esa ularning oilasi bag'riga qaytish uchun Dubay-Toshkent havo qatnovi hech qanday cheklovlarsiz chipta rasmiylashtirib bergan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 12-14 mart kunlari 19 nafar O'zbekiston fuqarolari, jumladan Saudiya Arabistoni huquq-tartibot idoralari tomonidan ilgari hibsga olingan ayollar O'zbekistonga qaytarilgandi. Dasturlarimizni davom ettiramiz. Rossiyada migrantlarning raqamli profili joriy etiladi. Joriy yilning 30-iyundan boshlab Rossiya Federatsiyasida migrantlarning raqamli profilini joriy etish boshlanadi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Mikhail Mishustin 2024-yil uchun hukumat faoliyati bo'yicha Davlat Dumasi oldidagi hisobot chog'ida so'z ochdi. Qayd etilishicha, u yagona identifikatorga ega bo'ladi va kelgusi qog'oz patentga muqobil hujjat bo'lishi mumkin. Biroq bu o'zgarishga oldindan tayyorgarlik ko'rish zarur. Migratsiya siyosati nihoyatda nozik masala. U ko'p qirrali. Mamlakatda noqonuniy migratsiyaning yuqori darajada bo'lishi umuman olganda jamiyat barqarorligi va xavfsizligiga tahdid soladi, dedi Mikhail Mishustin. Bosh vazirning eslatishicha, ayni paytda taxminan 640 ming migrant mamlakatda noqonuniy ravishda bo'lib turibdi va xorijliklar reyestrga kiritilgan. Bu Rossiyada migrantlarga nisbatan ko'rib chiqilgan yagona tashabbus emas. 25-mart kuni LDPR fraksiyasidan bir guruh deputatlar Davlat Dumasiga migrantlar uchun majburiy maqsadli patent berishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini kiritgan. Bu shuni anglatadiki, patent aniq kasb ko'rsatilishi shart bo'ladi. Hozirgi kunda kasb ustida bo'sh qoldirish mumkin. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 8 mingta kuzatuv kameralari etnik identifikatsiyani aniqlash uchun sozlanishi mumkinligi haqida xabar qilingandi. Mansabdorlar kameralar yordamida migrantlarni va ularning zich yashash joylarini kuzatmoqchi ekanini bildirgan. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash esa mansabdorlarning etnik identifikatsiyasini kamera tasvirdan aniqlash haqidagi bayonotini inson qadr-qimmatini tahqirlovchi deb atagan. Primoriyada 2 beadab o'zbek o'z vatandoshini kaltaklagani va mashina bagajiga solib qo'ygani uchun sud qilinmoqda. Primorsk transport prokuraturasi 1994-yilda tug'ilgan va 1995-yilda tug'ilgan 2 O'zbekiston fuqarosiga nisbatan ayblov xulosasini tasdiqladi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, shu yilning 15-fevral kuni sudlanuvchilar Arsenov nomidagi Vladivostok xalqaro aeroportining avtoturargohida jamoat tartibini qo'pol ravishda buzgan va uzoq sabablarga ko'ra to'xtash qoidalariga rioya qilmaslik sababli vatandoshi bilan mojaro boshlangan. Xulq-atvor qoidalari, axloqiy tamoyillar va jamiyat manfaatlariga e'tibor bermay, erkaklar baland ovoz
bilan odobsiz so'zlarni bildirishgan. Shuningdek, jabrlanuvchiga qarshi jismoniy kuch ishlatib, uni o'z mashinasining bagajiga majburan joylashtirgan. Ayblanuvchilardan biri ham uning yuziga musht tushirgan, keyinchalik jabrlanuvchi o'z mashinasini o'zi tark etgan. Vaqt kam qoldi. 2024-yil 1-aprelgacha VNJ yoki Rossiya fuqaroligini olganlar milliy haydovchilik guvohnomasini 2025-yil 1-aprelgacha hech qanday imtihonlarsiz Rossiyanikiga almashtirib olishi mumkin. Buning uchun pasport va tarjimasi, VNJ xorijiy davlat haydovchilik guvohnomasi va tarjimasi, tibbiy ma'lumotnoma 1-apreldan keyin almashtirib olish uchun imtihon topshirish shart bo'ladi. 2024-yil 1-apreldan keyin VNJ yoki Rossiya fuqaroligini olganlar 1 yil ichida milliy pravasini Rossiyanikiga almashtirib olishi darkor. Buning uchun ular imtihon topshirishadi. Kommersant ma'lumotlariga ko'ra, hozir imtihonsiz 400 mingdan ziyod kishi Rossiya haydovchilik guvohnomasini olishga ulgurgan. Qiziqarli ma'lumot: moskvaliklar kuryerlarga yangi ish topishibdi. Endi poytaxt aholisi kuryerlarni chiqindini olib chiqib tashlash uchun ham chaqirishmoqda ekan. Odamlar borgan sari yalqov bo'lib borishmoqda. Savol: yaqinda patent olgandim. Unda shaxsiy ma'lumotlarimda xato ketgan. Endi nima qilishim kerak? Javob: patent rasmiylashtirish chog'ida xato ketgan bo'lsa, migratsiya markaziga, PVS filiallari Moskvada Saxarovaga uni to'g'rilashni so'rab murojaat qilish kerak. Quyidagi hujjatlar talab qilinadi: pasport notarial tasdiqlangan tarjimasi bilan 30 ga 40 mm o'lchamdagi bir dona rangli surat, patent to'lovi amalga oshirilganini tasdiqlovchi chek, ya'ni kvitansiya 10 kun ichida o'zgartirish kiritib beriladi. Bunaqa madaniyatsizlikka o'zingiz baho bering va nom qo'ying. Moskva Saxarova migratsiya markazidagi ahvol. Videoda ayrimlar o'zini tuta olishni bilmayotganini ko'rish mumkin. Uzun tayoq ham ishlatilyapti. To'g'risini aytganda til ojiz. O'zingiz baho bering. Diqqat, Pyaterочka va Перекрёсткda hindistonliklar ishlay boshladi. X5 kompaniyasi tasdiqlash markazlariga 100 nafarga yaqin Hindiston fuqarosini ishga jalb qilgan. Chunki mehnat bozorida ishchilar yetishmayapti. Rossiyada 2030-yilga borib savdoda ishchi kuchi yetishmasligi 500 ming kishini tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq qurilish kompaniyalari hindlarni ishga olishni boshlagani ma'lum bo'lgandi. Davom etamiz. O'zbekiston va Latviya haydovchilarini tayyorlashda hamkorlik qiladi. Toshkent davlat transport universitetida Yevropa standartlari bo'yicha sertifikatlangan holda og'ir yuk tashuvchi avtotransport vositalari haydovchilarini tayyorlash va malakasini oshirish kurslari tashkil etiladi. Keyin ular Boltiqbo'yi va Skandinaviya mamlakatlaridagi yetakchi transport logistika kompaniyalariga ishga joylashtiriladi. Boshqirdiston migrantlarga ishlashni taqiqlamaydi. Respublika rahbari Radiy Habirovning so'zlariga ko'ra, buning uchun hozircha biror sabab yo'q. Biz boshqa mamlakatlarda mehnat resurslari kerakligini tushunamiz. Ayniqsa iqtisodiyotimiz faol rivojlanayotgan bir paytda. Biroq qonunlarimizga qat'iy rioya qilishni, urf-odatlarimizni hurmat qilishini, shart bo'lgan migrantlarni moslashtirish bo'yicha oqilona va muvozanatli ish olib bormoq muhim, deya yozdi u o'zining Telegram kanalida. Hurmatli aka-uka, opa-singillar, yo'llarda ehtiyot bo'lish va tezlikni oshirmaslik kerak. Aks holda videodagi holat yuz berishi mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. 2024-yil dekabrdan buyon shaxsiy ma'lumotlarni o'zgartirib kelgan 560 ming xorijlik Rossiyaga kiritilmagan. Mamlakat bosh vaziri Mikhail Mishustinning so'zlariga ko'ra, Moskva aeroportlarida 2 million xorijlikning biometrik ma'lumotlari olingan. Buning doirasida kirish taqiqlangan, biroq ma'lumotlarni o'zgartirib kelayotgan xorijliklar aniqlangan. Mishustin hozir nazorat qilinuvchilar reyestriga qariyb 640 ming xorijlik kiritilgani va ular 30-aprelgacha hujjatini to'g'rilab olishlari shartligini aytgan. Rossiyaga kirishni qay hollarda taqiqlashlari mumkin? Asosiy asoslar quyidagilar: 1 yil ichida 2 marta va undan ortiq ma'muriy javobgarlikka tortilish, Rossiyada bo'lish qoidalarini buzish, hujjatsiz
yurish, patentni o'z vaqtida rasmiylashtirmaslik, o'zi haqida yolg'on ma'lumot berish, Rossiyada sodir etilgan jinoyat uchun sudlanganlik holatining tugallanganligida va olib tashlanmaganligini, qarzdorlik, misol uchun xorijlik Rossiyada bo'lgan paytida unga tayinlangan jarima yoki soliqni to'lamasdan chiqib ketishi, Rossiya va uning fuqarolariga xavf tug'dirish. Masalan, xorijlik Rossiyada bo'lganda unda odamning immunitet tasdiqligi virusi, ruscha VICH infeksiyasi aniqlansa, uni deport qilishlari va kirishni taqiqlashlari mumkin. Rossiyada terrorchi yoki ekstremistik sifatida tasdiqlangan yoki nomaqbul deb topilgan xalqaro tashkilotlar faoliyatida qatnashgan. Xalqaro tashkilotlar faoliyatida qatnashish bu mamlakat xavfsizligi va uning jamoat tartibiga tahdid sifatida ko'rilishi mumkin. Polsha kompaniyasi o'zbekistonlik haydovchilarni ishga oladi. Mobilis kompaniyasi tajriba loyihasi sifatida O'zbekistondan 300 nafar avtobus haydovchisini ishga oladi. O'zbekiston elchixonasida kompaniya boshqaruvi raisi bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda shunga kelishib olindi. Mishushining migrantning raqamli profili joriy etilishi haqidagi gaplar. Raqamli profilni 30-iyundan shakllantirish boshlanadi. Profil barcha qog'ozlar, hujjatlar, jumladan kelajakda patent o'rnini ham bosadi. Ya'ni profilda migrant haqidagi hamma ma'lumotlar bo'ladi. Rossiyaga qachon keldi, qayerda migratsiya ro'yxatidan o'tgan va yashayapti, qayerda ishlaydi, qachon patent olgan va hokazo. Стратегически именно правоохранительные задачи нужно решить в первую очередь, а потом отвечать на вызов недостаточного количества и качества трудовых ресурсов. Это важный элемент. Такое целеполагание заложено будет в концепции государственной миграционной политики. А то, что касается цифровизации миграционных процессов конкретно, с 1 декабря 2024 года мы проводим эксперимент по усилению контроля въезда и выезда. Иностранцы при пересечении границы, знаете, в аэропортах московского узла должны, соответственно, сдавать биометрию, однозначная идентификация личности, и это... Ana xolos, Peterda migrantga kuch ishlatib, ikkinchi xotin olishga majburlandi. Voqea bunday bo'lgan. 24 yoshli Tojikiston fuqarosiga noma'lum shaxslar ish taklif qilgan. U aytilgan joyga kelganda mashinaga o'tkazib olib ketishgan. U yerda jabrlanuvchini urib do'pposlashgan, hatto pichoq bilan tahdid qilishgan deya yozadi 78 telekanali. Noma'lum shaxslar o'zlarining qarindoshiga uylanishga majburlashga urinishgan. Jabrlanuvchining xotinim bor degan gaplarga quloq solishmagan. Tahdidlar sabab u uylanishga va'da bergandan keyin uni qo'yib yuborishgan. Keyin u zo'ravonlar ustidan ariza berish uchun politsiyaga chopgan. Hozir jinoiy ish ochish masalasi ko'rilmoqda. Tergovchilar oldida esa nega oilali erkakni ikkinchi marta uylantirishmoqchi bo'lgani aniqlash vazifasi yuklatilgan. Ma'lumot: Rossiya fuqaroligini olganlar keskin kamaydi. Rossiya Ichki ishlar vaziri ma'lumotlariga ko'ra 2024-yilda 209 ming kishi fuqarolik olgan. Bu 2023-yilga nisbatan 44.8% ga kam va 5 yil ichidagi eng past ko'rsatkich deya yozadi Kommersant. 2024-yilda RVP va VNJ kam berilgan. O'tgan yili 44.5 ming xorijlikka RVP rasmiylashtirib berilgan va bu 2023-yilga qaraganda 50.4% ga kamdir. VNJni esa 214.9 ming kishi olgan. Bu migratsiya qonunlari kuchaytirilgani bilan izohlanmoqda. Diqqat, o'zbekistonlik migrantlar 119 kilogramm snusni olib o'tmoqchi bo'lganda qo'lga tushdi. Rossiya bojxona xizmati xabariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari 1.7 million rubllik 119 kilogramm snus tamaki mahsuloti olib o'tishga uringan. Erkaklar snusni keyinchalik O'zbekistonda qayta sotish uchun Moskvadagi bozorlar birida sotib olishgan. Gumonlanuvchilar Sheremetyevo aeroportida parvozdan oldin qo'lga olinib, ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Rasman O'zbekistonda Ramazon hayiti 30-mart kuni nishonlanadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi Ramazon hayitining birinchi kuni 30-mart yakshanba kuniga to'g'ri kelish haqidagi axborot ma'lumot uchun qabul qilingan. Ma'lumot uchun Rossiyada ham Ramazon hayiti 30-mart kuni nishonlanadi. Rossiyada chet elliklar bank kartalarini amal qilish muddati cheklanishi mumkin.
Rosfinmonitorning hozirda ushbu tashabbusni Markaziy bank bilan faol muhokama qilmoqda. Biz kartaning amal qilish muddatini uzaytirilganda har safar bunday mijozning shaxsan kelishini va o'z navbatida to'lov vositasini taqdim etish bo'yicha yangi qaror qabul qilishni istardik, dedi RBK departamenti boshlig'i o'rinbosari German Megliat. Sankt-Peterburgda tojikistonlik muhojirlar va chechenistonliklar janjallashdi. 17-mart kechqurun politsiyaga Ligov prospektidagi Galereya savdo markazi oldida ommaviy mushtlashuv sodir bo'lgani haqida xabar kelib tushgan. Biroq xodimlar voqea joyiga yetib borganda hech kim bo'lmagan. Tekshiruv davomida janjal chechenistonlik va tojikistonliklar o'rtasida sodir bo'lgani aniqlangan. Hodisa bo'yicha bezorilik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ertasi kuni muhojirlar kamroq ko'zga tashlanadigan joyda yana munosabatlarni aniqlashga qaror qilib, Ligov savdo markazi oldida yig'ilishgan. Muhokama pichoqbozlikka aylangan va natijada jarohatlangan 31 yoshli chechenistonlik og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Bu esa soliqqa og'ir ziyon yetkazish moddasi bo'yicha yana bir jinoyat ishi ochilishiga sabab bo'lgan. Tergov jarayonida 20-mart kuni politsiya xodimlari Blagodatnaya ko'chasidagi 47-uy oldida pichoq bilan yaralashda gumon qilingan 22 yoshli tojikistonlikni qo'lga olishdi. Keyinroq o'sha kunning o'zida Galereya savdo markazi oldidagi janjalda ishtirok etganligi gumon qilingan yana 2 nafar 22 yoshli muhojir ham qo'lga olingan. Shuningdek, keyinroq yana 3 ishtirokchi qo'lga olingan. 2 yil oldin Rossiya fuqaroligini olgan 18 yoshli rossiyalik va Markaziy Osiyodan bo'lgan uning 19 yoshli 2 sobiq vatandoshi tezkor qidiruv tadbirlari davom etmoqda. Hurmatli aka-uka, opa-singillar, metroga tushganingizda aslo telefonga chalg'imang. Telefonga chalg'igan ona bolasi bilan metro yo'liga tushib ketdi. Hodisa Moskvaning Kolomenskaya bekatida ro'y bergan. Shahar prokuraturasi ona ham, bola ham jabrlanmaganini ma'lum qilgan. Ularga platformaga chiqib olishga atrofdagilar yordamlashgan. Ko'cha-kuyda transportda diqqatli bo'lish kerak. Hurmatli bizni kuzatib boruvchi aka-uka, opa-singillar, biz imkon boricha kommentariyalarga javob berib boryapmiz. Juda ham ko'p bir xil savollar, bir xil holatlar va juda ham ko'p kommentariyalar kelayotganligi sababli bizning Telegram kanallarimiz kuchukcha Dilshod Davlatovich yoki kuchukcha Migrant Work Us, qolaversa bizning Instagramimiz migrantwork.us +7 968 012 27 30 WhatsApp raqamimizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz siz haqingizda qayg'uramiz va yordam berishdan charchamaymiz. Faxriddin Otamov: men 2024-yilda 24-aprel patent olishda отказ bo'ldi. Endi men patent ola olamanmi? Hozir O'zbekistondaman. Javob uchun oldindan rahmat. Faxriddin, oldin patent nima sababdan отказ bo'lganini aniqlash kerak. Hozirgi paytda amnistiya qo'llanayotganligi sababli отказ bo'lganlarga ham patent berilmoqda. Takrorlayman, выдворение va deport bundan mustasnodir. Gule Erkeyeva: assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni patentimni 1 yilga zapret qilingan. 30-aprelda ochiladi. O'zbekistonga qaytsam meni deport qilmaydimi? Yo'q, aynan 30-aprel kuni 11:26 qaror o'z yakuniga yetadi. Shuning uchun agar kim hujjat qilmasa 30-aprelgacha chiqib ketishi so'raladi. Olimxon: 1 yil dokumentsiz Moskvada ishladim. Registratsiya ham yo'q edi. Endi yana Rossiyaga ishga borsam bo'ladimi? Olimxon, kelish oldi zapretingiz bor yo'qligini tekshirtiring. Ana undan keyin bemalol kelsangiz bo'ladi. G'olibjon To'libayev: agar трудовой договор qilmasa patent chiqmaydimi? Hurmatli G'olibjon, patent olmasdan turib ishlashga haqqingiz yo'q. Patent olganingizdan keyin ishga joylashasiz va sizga трудовой договор beriladi. Трудовой договорni olganingizdan keyin 60 kun muddat ichida уведомление va трудовой договорni topshirishingiz shart. Sergey Filipov: Dilshod aka, dokumentim yo'q edi, pasportini srogi tugagandi. Postolstvada yangi pasport oldim. Shu yangi pasport bilan chegaraga chiqmay patentga topshirsam bo'ladimi? Javob uchun oldindan rahmat. Sergey Filipov: ha, albatta, hozir ayni paytda amnistiya hisobiga posolstva hech qanaqa hujjatingiz bo'lmasa ham O'zbekiston posolstvasi pasport bermoqda. O'sha pasportni olib siz to'g'ri
to'g'ri Saxarvaga boring. Sizni jarimaga tortib, ana undan keyin patent beradi. Dalyer Yusupov patent bilan ishlab, patent tugagandan keyin vatanga borib, necha oyda kelish kerak. Agarda siz patent bilan ishlab, to'liq patentlaringizni o'z vaqtida to'lab, hamma qonun qoidalariga rioya qilgan bo'lsangiz, O'zbekistonga yoki Tojikistonga bormoqchi bo'lsangiz, bugun ketib, ertaga qaytib kelishingiz ham mumkin. Kommentariyalar juda ham ko'pligi sababli sizlardan iltimos, biz ko'rsatgan manzillar orqali bizga murojaat qiling va biz sizga albatta javob beramiz. Salomat bo'ling. Dilshod Umarov. Bizni kuzatishda davom eting. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Salomat bo'ling. Dilshod Umarov.